Karkidonni bolasiga qarshi o'ynab ko'rdim. Part 2. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, gap nima haqidaligini tushunib olasiz. Bля, agar 20 turim bo'lganda o'zim bilardim men buni nima qilishsa bor-ku. Endi nima bo'lsa bo'ldi, onasi menimsin. Oxirigacha o'ynayman. Agar men shuni yutadigan bo'lsam, menga shunday obuna tugmasini bosib qo'yasiz. Mana shu ishni bekor qilding, lekin ukajonim, endi foydasi yo'q. Dinozavrlarni olib kelsang ham biz yordam bera olmay qoladi. Ishonaver ukam. Aytgancha kanalimga navbar ochganman. Kirish uchun shunday kommentariyaga plus belgisini qoldirib menga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, shaxsan o'zim sizga aloqaga chiqaman. M24 da o'ynashingga mayli, ko'z yumdim, lekin P90 da o'ynashing vaqti уже oshib tushdi ukajonim. Ko'ryapsizlarmi? Agar men ham bularga zerkalka qiladigan bo'lsam, ko'tara olmaydi onasini emsin. Videoni sho'rgacha ko'rgan bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosib qo'ying va agar meni kanalimga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda obuna tugmasini bosib qo'yishingiz kerak, sababi so'nggi yangiliklardan quruq qolmasligi uchun va ikkinchi o'rinda kommentariyaga o'z haqingizda ma'lumot berib o'tadigan bo'lsangiz, kanalimga kirish ehtimolingiz keskin darajada oshgan bo'lar. O'shaning uchun kommentariyaga o'zingiz haqingizda ma'lumot berib o'ting va kuningiz xayrli o'tsin, salomat bo'ling.